Men diyetolog Sadoqat Muhammadjonova bugun sizga videoda ozdiruvchi top 5 ta vitamin haqida ma'lumot beraman. Ozdiruvchi moddalar haqida, ya'ni biologik faol qo'shimchalar haqida juda ko'p eshitgansiz va balki siz bilarsiz, balki bilmassiz, lekin siz analiz topshirmasdan o'zingizdagi aynan belgilarni ko'rib turgan holatda ichishingiz mumkin bo'lgan vitamin moddalar bor. Demak, boshladik. Birinchisi bu aynan xrom. Xrom pikolinat. Bu nimaga yordam beradi? Energiya almashinuvida uglevodga bo'lgan talabni kamaytirib, agar sizni juda ham ko'p shirinlikka yoki gazli ichimliklarga yoki bo'lishi mumkin o'ta sho'r mahsulotlarga, o'ta xamirli bo'lgan yog'li ovqatlarga tortayotgan bo'lsa, sizga xrom pikolinat yordam beradi. Siz xrom pikolinatni 3 oy davomida tanaffuslarsiz har kun qabul qilgan holatda keyin yana 2 oyda tanaffus qilib, yana davom ettirishingiz mumkin. Bu sizni insulin gormoningizni tushirishga, qonda shakar darajasi norma holatga tushgandan keyin bilasiz, ozish jarayoni ham bo'ladi va sizni o'sha paytda shakarga, shirinlikka, gazli ichimliklarga yoki tuzli mahsulotlarga yoki o'ta xamirli ovqatlarga bo'lgan talabingiz kamayishiga sabab bo'ladi. Siz bilasiz, jinsiy gormonlarning faoliyati, ya'ni o'sha estradiol, progesteron darajalari, estrogen darajalari bu ozishda eng muhim bo'lgan jinsiy gormonlar hisoblanadi. Bundan tashqari bizning qalqonsimon bez faoliyatimiz bor, ya'ni siz TTG, T3, T4larni gormon analizlariga topshirgan paytda agar sizda bu gormon analizlari yaxshi ishlamasa ham sizga hattoki xrom pikolinat yordam berishi mumkin. Ya'ni energiya beradi, sizni uglevodga bo'lgan, ya'ni o'sha yog'li ovqatlarga bo'lgan talabingizni kamaytiradi, qonda shakar darajasini normallashtirib, xolesterinni pasaytirib, sizni ozishingizga yordam beradigan qo'shimcha vosita. Agar organizmda, ayniqsa ayol kishining organizmida xrom va magniy elementlari yetishmagan paytda ham shirinlik, gazli ichimliklarga bo'lgan talab ortib ketaveradi. Insulinni normaga tushirsak, bilasizlar, men juda ham ko'p aytganman, ozish jarayoni bo'ladi. Insulin gormoni o'ta yuqori bo'ladigan insonlarda insulin rezistentlik holat ketayotgan bo'ladi. Ya'ni bu o'sha tizzalarda yoki tirsak sohasida yoki bo'yin qismlarida, intim zonalaringizda qorayishlar yoki sizdagi o'sha papillomalarni toshishi bilan sizga belgilar berishni boshlaydi yoki doimiy sizda ochlik hissi bo'ladi. Mana shu narsalarni qondirishga xrom pikolinat yordam beradi. Ikkinchi yordam beradigan vitamin bu vitamin D. Ko'p eshitgansiz, vitamin D ichish kerak. Vitamin D ichmasangiz charchaysiz, ozish jarayoni bo'lmaydi yoki atyoq bo'lib semirishni boshlaysiz deb. Xo'sh, vitamin D ni qay holatda qabul qilishingiz kerak? Vitamin D haqiqatda sizni ozdiruvchi, sizga energiya beruvchi, sizda o'sha energiya balansini norma holatga tushirishga yordam beruvchi vitamin hisoblanadi. Vitamin D ni o'zi aslida analiz topshirib ichish kerak. Birinchi analiz topshirib, balki sizda 9, balki sizda 7, balki sizda 15, balki sizda bu 25 ketayotgandir. Ya'ni bu o'ta past ko'rsatkich hisoblanadi. Vitamin D ni normasi 60-70 dan kam bo'lmasligi shart. Agar sizda norma holatdan o'ta past ko'rsatkichda bo'ladigan bo'lsa, aytaylik sizda 7 ketadigan bo'lsa, bunda vitamin D ni baland dozada qabul qilish, ya'ni 1 oy baland, 2-oyda nisbatan pastroq, 3-oyda esa o'zini optimal dozasi 2000 talik dozada qabul qilishingiz mumkin. Masalan, siz 7000 talik bilan boshlab yoki 10000 talik bilan boshlab yoki 5000 talik bilan boshlab, keyin sekin-astalik bilan tushirib borishingiz mumkin. Hozir juda ham ko'plab endokrinologlar aynan vitamin D ni vitamin D lamira degandan yozishyapti, ya'ni 50000 talik dozani siz bir haftada bir marta qabul qilasiz. Lekin men sizga u lamiradan ko'ra oddiy vitamin D3 plus K2 lisini 5000 talik doza bilan boshlab 1 oy, 2 oy 5000 talik dozada ichib, 3-oyda 2000 talikga tushirishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Albatta bu tajribam asosida kelib chiqib gapiryapman, chunki bilasiz 30 mingdan ortiq insonlar men orqali ozishgan. Uchinchisi, eng muhim bo'lgan vitaminlardan biri bu omega 3 yog' kislotalari. Ya'ni siz uni avokadodan, zaytun yog'idan yoki zig'ir urug'i, chia urug'laridan olishingiz mumkin, lekin har doim ham bu mahsulotlarni iste'mol qilishning iloji yo'q. Biz omega 3 ni yana bir marta qaytaraman, omega 3 ni 6 va 9 ni aytmayapman. Omega 3, 6, 9 ni olganingizdan ko'ra omega 3 ni olishingizni tavsiya qilgan bo'lardim, chunki biz 6 va 9 ni odatda ratsionimizdagi mahsulotlardan bemalol ola olamiz. Aynan omega 3 bu sizni ishtahangizni nazorat qilishga, sizni tezroq ozishingizga, sizga bilasiz foydali yog'lar bu sizni o'tfagingiz uchun, eng muhim bo'lgan organingiz uchun kerak. Foydali yog' ayniqsa 35-40 yoshdan keyin ayol kishini o'sha ayollik muammolarini hal qilishga ham yordam beradi. Omega 3 ni qay holatda tanlash kerak omegani? Aynan EPA, DHA formalari nechi bo'lish kerak ekanligi haqida YouTube kanalimda video chiqarganman, qoldiribman videoni. Albatta kirib tomosha qiling va belgilangan dozada iching. Qachonki siz belgilangan dozada ichmasangiz, sizga bu vitaminlar ta'sir qilmasligi mumkin. To'rtinchisi, 40 va 50 yoshingizdan keyin
siz qabul qilishingiz kerak bo'lgan eng muhim vitamin bu aynan koenzim Q10 deb ataladi. Rasmini qoldiribman. Mana shu vitaminni albatta ratsioningizga kirgizing, chunki bu sizga energiya beradi. Bu sizda o'sha gormonal foningizni norma holatga tushirib beradi. Chunki 40-50 yoshdan keyin ko'pincha ayollarda aynan menopauza holati, ya'ni hayz holatidan qolish holati va gormonlarda buzilishlar kelib chiqishni boshlaydi. Shu paytda sizga energiya berib, shitavidnikdagi muammolaringizni hal qilib, ozishingizga yordam beradigan qo'shimcha vosita aynan koenzim Q10 deb nomlanadi. Buni bemalol hozir mashdan skrinshot qilib olib, sotib olib qabul qilishingiz mumkin. Biza charchasak nima qilamiz? Biz charchasak ko'pincha insonlar shunaqa holatga tushishadiki, kofe ichishadi. Achchiq kofeni ichib olib energiya beradi deydi yoki o'tirib olib shirinlikdan o'sha energiyani olishga harakat qilishadi. Vaholanki kofe va shirinlik yeversangiz nima bo'ladi? Sizda doimiy masalan bo'lishi mumkin ochlik hissi yana qo'zg'ashi yoki insulin gormoningiz doimiy baland bo'lishi, insulin rezistentlik, leptin rezistentlik holatlari, ya'ni doimiy ochlik his qilasiz qancha yesangiz ham. Bu sizga to'qlik hissini yoki energiyani bermaydi. Bu holatni oldini olishga esa boya aytganimdek mana shu vitamin albatta sizga yordam beradi. Va 5-chi eng muhim bo'lgan holat bu aynan belok, ya'ni oqsil. Oqsillarni, proteinlarni ratsionga kirgizish kerak. Agar oqsil yetishmasa organizmda doimiy ochlik hissi bo'ladi va ozish jarayoni ham sekinlashadi. Oqsillarni siz albatta xohlasangiz o'sha yeydigan mahsulotlaringizdan oling, xohlasangiz kollagen shaklida qabul qiling. Ya'ni tovuq, tuxum mahsulotlari, go'sht mahsulotlarida, dukkakliklarda, yong'oqlarda albatta oqsillar bor. Demak, ratsioningizda bu turdagi mahsulotlar bo'lishi kerak. Bo'lmasa, tayyor proteinlarni qabul qilishingiz mumkin. Faqatgina biling, kollagen bilasiz ertalab och qoringa parashok shaklida, tabletka shaklida qabul qilinadi. Agar tabiiy kollagen retseptini mendan so'rayotgan bo'lsangiz, YouTube'da albatta bu haqida, tabiiy kollagen tayyorlash haqida video chiqarganman. Kirib albatta shu videoni ko'ring. Demak, siz bildingiz sizga yordam beradigan top 5 ta vitamin haqida. Bu birinchisi aynan xrompikolinat, vitamin D, omega, koenzim Q10 va eng oxirgisi bu oqsillar. Mana shu 5 tani ratsioningizga kirgizing va ortiqcha tana vaznini tashlay olmaslik holatidan qiynalmang. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Like bosib qo'yishni unutmang.